Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdaqacı Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2025-52 ayının 9. günü haftaga yakşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin esaq bir cümle mesela alaylı. Johnson'ca bugünkü işlegen video filmide Prezident Donald Trump, Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Donald Trump Jungo'ga 10%lik baj qo'yib, icra qilmayla Jungo'nun iqtisadi putirab turolmay qoldi deb ko'rsatdi bu bir vaziyat vatandaş. Bunun ikinci qadamda sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimiz mesela yakından beri sizler Ukrayna to'g'risida Ukrayna-Rossiya urushini oxirlashtirish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning ishlagan xizmatlari va o'rinlashtirgan siyosatlari to'g'risida to'xtalmadik. Bugun shuni yig'ib degandek yangi xabarlar bilan qo'shib vatandoshlarga Ukrayna-Rossiya urushining bugungi holati va kelgusi neticesi ve kelgüsü ahvalıdır. Leksiya sözlerimiz vatandaşlar sizlerge. Bunun birinci mavzumun da koludu. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinga telefon berib, Rossiya Ukrayna urushini oxirlashtirishni muhokama qildi. Mavzuli xabar 2. ayning 9. günü Büyük İrat orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi vatandosh. New York pochtasi gazeti 2. ayning 9. günü kashda mundaq xabar qildi. Prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Men allaqachon Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashib, Ukrayna urushini suhbat orqali oxirlashtirishni muhokama qildi. Ikki davlat rahbarlari telefonda qancha qatim so'zlashdinglar deb savol qo'yilganda prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Yaxshi, men bu to'g'rida so'zlamayla qo'yay. Lekin prezident Donald Trump prezident Vladimir Putinning urush maydonidagi o'lim yetim ishlari ko'ngil bo'lganligiga va bo'ladiganligi ishonaman. Va Vladimir Putin o'lim yetim ishlarini ko'rishni xohlamadi deb ko'rsatdi prezident Donald Trump New York pochtasi gazetiga. Prezident Donald Trump mundaq bir gapida ching turdi. Agar men 2022 yillarda prezident bo'lib turgan bo'lsam, bu bir maydon 3 yil davomlashgan urush abadiy yuz bermaydi. Men izchil prezident Vladimir Putin bilan munosabat saqlab keldim. Prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Urushni oxirlashtirishning konkret plani bor. Biz bunu tez arada amaliyleştirimiz. Ukrayna urush meydanı intayin osal bir vaziyette turibdi. Her kuni askeri odamlar o'lyapti. Bu urushni oxirlashtirishimiz kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Floridaga yetib kelib muxbirning ziyoratini qabul qildi. Prezident Trump davlat bexatarligi maslahatchisi Mike Waltzga ko'rsatma berib muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Har kuni askari odam o'lyapti. Rossiya Ukrayna urush maydonida yosh yigitlar o'ldirilibdi. Yosh bolalar xuddi mening bolarimga o'xshash. Har ikki taraf o'xshash urush maydon o'lim yetim qoplab ketdi deb ko'rsatdi prezident Donald Trump. Prezident Donald Trump juma kuni
muhbirlarga Aqsarayda mundaq ko'rsatdi. Men Prezident Zelenskiy bilan telerapda ko'rishimman. Men Prezident Vladimir Putin bilan suhbatlashishim mumkin. Suhbat Washington alayda rayında o'tkazilamdi deb savol qo'yilganda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump javob berib, Washington rayında o'tkaziladi dedi. Ukrayna prezidenti Zelenskiy Germaniya Myunxenda o'tkazilgan xalqaro bexatarlik yig'inida qatnashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari muavin prezidenti Vance ve Prezident Trump'ın Rusya-Ukrayna urushi alayda elchisi Kate Kellogg bu yig'inga qatnashdi. Prezident Donald Trump bu yig'inga qatnashmaydi. O'tgan hafta Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump muxbirlarga mundaq degan edi. Rusya Ukrayna bilan kelishim imzolashni o'ylashi lozim. Prezident Trump yana mundaq degan edi. Men pat arada Rusya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishiman. Bundan munosabatlik yana bir xabar vatandosh. Prezident Donald Trump Rossiyaga eng qattiq signal yo'lladi. Mavzuli xabar 2-7 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiya-Ukrayna urushiga hal qilish uchun tayinlagan alohida elchisi 2-6 kuni bundaq ko'rsatdi. Amerika Rossiyaga embargo yurgizish orqali bosim ishlatishni kuchaytirmoqchi bo'layotdi. Shu orqali urushni oxirlashtirishni planlayotdi. Amerikaning alohida elchisi Kate Kellogg New York Post gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning embargo qilish tamoman bir kenglikka ega. Bo'lib, Rossiyaning energiya sohasi iqtisod besimdan azob berib 100%lik o'lchamga yetadi. Agar Rossiyaning o'sha urush tufayli, urushni oxirlashtirish tufayli embargo qilish to'g'ri kelsa, bu soha intayin keng. Rossiya biz uchun ham shundoq intayin keng. Masalan, Rossiyaning energiya sohasini misol olsak, besim ishlatish va yoki embargo qilish 100%lik chekka yetadi. Alayda elchi Kate Kellogg New York Post gazetiga yana bundaq ko'rsatdi. Moskva, Kiev har ikki taraf tamam yo'l qo'yishi kerak. Men bu nuqtani tushunaman. Har ikki taraf ularning sanoat ko'lamiga barobar urushni oxirlashtirishi kerak. Demak, urush Ukrayna uchun ham, Rossiya uchun ham ularning sanoat sohasi qanchalik hajmda va ko'lamda bo'lsa, bu urushning maydon qiyofatidan shunchalik hajmda, shunchalik ko'lamda yuz berdi. Bu ikkili davlat uchun xatarlik. Demakchi vatandosh, uning ustiga hozir Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Rossiya-Ukrayna urushini bartaraf qilish yoki tinchlik suhbati o'tkazish uchun tayinlagan Kate Kellogg nima dedi? Rossiya ham yo'l qo'yish kerak, Ukrayna ham yo'l qo'yish kerak. Bu yerda Rossiyaning yo'l qo'yishi konkret nima? Ukraynaning yo'l qo'yishi konkret qandaq? Bu to'g'rida ochiq gap yo'q. Alayda elchi Kate Kellogg mundaq ko'rsatdi. Prezident Donald Trump hukumati umumiy plan orqali urushni oxirlashtirdi. Ukraynani qo'llash bilan Rossiyaga texnik zo'r besim ishlatishni birlashtirdi. Hafta, ya'ni payshanba, Kate Kellogg ishxonasining mudiri Lovett Holt Washingtonda yer shari bexatarlik munbirida nutq so'zlaganda o'xshash ko'z qarashni sharhladi. Va mundaq dedi: "Tinchlik suhbati uchun aytganda o'ylashqili bo'lmaydigan hech qandaq bir ish yo'q. Har tarafdan har xil omillarni urushni to'xtatish uchun
oynashga to'g'ri keladi. Buni chekdimi yo'q demoqchi vatandosh. Endi qaraylik. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump qattiq pozitsiya ifodaladi. 2-ayning 6-kuni Ukraina urushi 3 yilga qadam qo'ydi. Bir xabarga qarab baqaylik. Germaniya suratli xabarlar gazeti bunda xabarning amaliyligidan gumon qilmadi. 2-ayning 5-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Aqsaroyda ishxonasida matbuotni ziyoratini qabul qilganda bunda ko'rsatdi. Agar Rossiya Ukraina bilan tez orada tinchlik kelishimi imzolab, urushni oxirlashtirmaydi ekan, undaqda Amerika Rossiyaga texnik qattiq embargo siyosati yurgizdi. Bundaq bo'lsa, Rossiyaga kelayotgan bo'lsa, embargo siyosati yurgizdi. Ve Rusya tuvarlarga köpeytme baş koydu. Prezident Donald Trump yana mundaq ko'rsatdi. Urush to'xtatish Prezident Vladimir uchun intayin muhim. Biz uning urush to'xtatishini talab qilmasak mı bo'ladi? Bizning qo'limizda intayin ko'p kart bor. Oynaydigan. Cümleden urush bilan hal qilishmi buning ichida. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump birinchi embargo. İkinci urushni to'xtatishing kerak. Sen biz talab qo'yib o'ltamizakmi bo'ladi? Sen buni o'zing tushunasan, bilasan ham Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin, prezidenti Vladimir Putin sen o'zing tushunasan. Boshda aytgandek Ketkilag aytgandek urushni to'xtatish, tinchlik kelishimi imzolashni biz o'ylanmasak, o'ylangalı bo'lmaydigan hech qanday bir taraf yo'q. Hamma tarafni o'ylashga bo'ladi. Bu yerda nima deydi jumladan harbiy ishlarni o'z ichiga olmasdan urush bilan oyoqlashtirish, tinchlikni urush bilan qo'lga keltirish. Bu yerda kuch ko'rsatish degan so'zning ma'nosi chiqib turdi vatandosh. Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning axborot kotibi bayonotchisi Peskov 2-ayning 5-kuni mundaq ko'rsatdi. Gerçi Zelenskiy Ukrainaning qonunli prezidenti bo'lmasa-mu, Rossiya yanala uning bilan suhbat qurishga tayyorlandi. Bu yerda Ukrainaning prezidenti Zelenskiy qonunli prezident bo'lmasa-mu deganda hozir 3 yil bo'lsa vatandosh Prezident Zelenskiy Ukrainada qachon prezident bo'lib saylandi, balki vaqt to'shdi. Bayonotchi Peskov shuni ko'zda tutyapti. Vaqt to'shdi, Ukrainada qayta saylan bo'lishi kerak demoqchi. Lekin Ukraina hozir sharoitda qanday saylan o'tkazadi vatandosh? Uning o'g'il qizlar urush maydonida jang qilyapti. Bu jangga kirayotgan xalq yana qanday saylan elib boradi? Bu yerda Peskov apandaning bu so'zi mesxere qilgandek so'z bo'lib qoldi vatandosh. Şuna bu yerda prezident Zelenskiyni qonunli prezident yoki qonunsiz prezident degil bo'lmaydi. Bir prezident saylan vaqti to'shqanligidan qat'i nazar u hozir urush, Ukraina bir davlat urush ichida ekan, o'sha urush qo'mondonlik qiladi vatandosh.